10 ming dona cho'rni piyosura tashlaganmiz. Sazanni tashlaganimizda 2 grammli, 1 grammli bo'lgan semishkalarimiz hammasi. Hozirgi kunda sazan lichinkalarimiz 230 grammga to'xtagan. Oq lichinkamiz, oq balig'imiz 350-400 grammga kuzda to'xtagan edi. Amurlarimiz 250 grammga to'xtagan. Cho'rni piyosuralarimiz ham shu oq baliqqa o'xshab 350 grammga to'xtagan. Yil davomida shu faradani yemi bilan boqdik sazanni. Faqat sazanni o'zini oziqlantirdik bayda. O'zi buni granula yemimizdan o'zi svitina hosil bo'lib, oq baliqlarimiz tekinga katta bo'ldi. Shuni hisobiga sazanga oziqlantirdik, lekin oq baliq tekinga katta bo'ldi. Amurlar ham shundan oziqlanyapti. Hech qanday kasallangan yo'q balig'imiz. O'sha yilni boshidan beri ko'p lichinkalar kasallanyapti, boshqa bo'lyapti.